O'tirgan turmush tarzi sog'lig'imiz uchun asosiy tahdiddir. Bu epidemiya sezilmas tarzda tarqalmoqda, lekin albatta o'tirgan turmush tarzi bugungi kunda chekishdan ko'ra ko'proq odamlarni o'ldiradi. +1 bizning WhatsApp raqamlarimiz. Aziz do'stlar, o'z qiziqtirgan savollaringizni mana shu raqamga jo'natsangiz bo'ladi. Va shuningdek bugungi dasturimizning mavzusi esa kreslangizdan turing deb ataladi. Umuman olib qaraganda aziz do'stlar, bu yerda aytmoqchimizki, haqiqatdan ham kam harakatlik hayot ko'p insonlarni hayotiga aytaylikki asta sekinlik bilan barbod qiladi. Ya'ni agar biz bir kunda 6-7 ko'proq vaqtimizni kresloda o'tirsak, bu esa aziz do'stlar bizni yosh vafot etishimizga albatta o'zining yuqori darajadagi ballini ko'taradi. Bu yerda qanchalik siz sport zalga borasiz, ahamiyat bo'lmaydi. Qanchalik siz to'g'ri ovqatlanasiz, qanchalik siz chekasizmi yoki chekmaysizmi, yoki qanchalik sizda foydali sog'lom turmush tarzi mavjudligini o'tirib ishlash, umuman olib qaraganda o'tirish mana shu hayot, mana shu turmush tarzi bizning sog'lig'imizga zarar yetkazib keladi. Har bir soatda biz agar mashinada yoki televizorda oldida yoki o'tirishlarda yoki kompyuterda o'tirsak, bu bizning energiyamizni o'g'irlaydi va bizning yaxshi his tuyg'umizni o'g'irlab qo'yadi. Birinchi o'rinda bu albatta aziz do'stlar, o'tirish mana shunday turmush tarzdagi hayotda birinchi o'rinda insonlar albatta semirishni boshlaydi. Hattoki aytaylikki, oxirgi 20 yil davomida hech qanday o'zgarishlar bo'lmagan bo'lsa ham, hattoki odamlarda biz ko'p vaqtimizni o'tirishda o'tkazib kelmoqdamiz va bu esa afsuski ko'pchilik holatda semirish holatiga olib kelib qo'ydi aziz do'stlar. Birinchi o'rinda tashxislar shuni ko'rsatdiki, aynan mana shunday o'tirish turmush tarzi ko'pchilikda shakar diabetiga olib keldi aziz do'stlar. Xuddi shunday qilib ko'p vaqtimizni biz o'tirib mana shu vaqtimizni ishlatadigan bo'lsak, bu aziz do'stlar bizning sog'lig'imizga birinchi o'rinda, xuddi siz sigaret chekmasangiz ham mana shunday zarar olib kelishi mumkin. Hattoki masalan siz aytaylikki quyoshda ko'p vaqtingizni o'tkazsangiz ham aziz do'stlar. Bu yerda shifokorlar bizni ogohlantiradiki, qanchalik o'tirish mana shu o'tirib ishlash hayot umuman olib qaraganda zararligini. Aytaylikki, bu shunday bilan bir baravarki, xuddi sizdagi bo'lgan bizda bo'lgan ultrafiolet zararligini qanchalik bizga aytaylikki shifokorlar ogohlantirganini. Bu yerda aytaylikki, o'tirish kasalligi bizga doimiy ravishda o'zining zararini keltirib chiqadi. Qanchalik biz o'tiramiz? Birinchi o'rinda bu oyoqlarimizga, ya'ni bizning oyog'imizning faolligi shunchalik pasayib keladiki, hattoki kam kaloriyani yo'q qilib tashlaydi. Bu esa aziz do'stlar eng achinarli holatda. Ya'ni bu enzim bizdagi bo'lgan vyrobotkasini, ya'ni bu ishlab chiqarish xususiyatini albatta 90% ga yo'qolib qoladi, pasayib qoladi. Agar biz 2 soat davomida o'tiradigan bo'lsak, bizning xolesterinimiz esa 20% ga pasayib qoladi. Balkim shuning uchun ham odamlar ko'p vaqtini, ish vaqtini o'tirib ishlashadi va mana shunday insonlar albatta ularda yurak qon tomir kasalligi mavjud aziz do'stlar. Shuning uchun ham bu yerda aytmoqchimanki, qanchalik odamlar majbur bir necha soat bir kunda aynan o'tirib ishlashga. Faqatgina bunga bitta yechimi bor. Albatta har safar ko'proq yurib, ko'proq albatta jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishdir. Bilasizmi, aziz do'stlar, men masalan buni kirgizib yoki aytaylikki maqtash emas, lekin Koreya bu jihatdan, Koreya, Yaponiya juda mashhurligini olgan. Masalan, ularda ish kunlik vaqti shunday ajoyibki, hayratda qolasiz. Masalan, ular siz 2 soat ertalab keldingiz, agar sizning
ishingiz o'tirish bilan bog'liq bo'lsa, ular mana shu 2 soat ishladingizmi, 10 daqiqa bo'lsa ham sizga dam olishga hammaga zavod to'xtaydi va ular albatta yuradi, mashq qilishadi. Tushlikka kelganda ham xuddi shunday 1 soat vaqt beriladi. Ular ovqatlanishadi va tabiiy holki harakat qilishga, yurishga ular dam olishadi. Va mana shu narsa ham ko'p jihatdan albatta bu yerda ish faolligini yuqori qilishga yordam bergan deyshadi. Lekin eng yaxshi hislardan biri bu albatta bizning aytaylikki kompaniyada mana shunday borki, agar deydi 50 daqiqa mana shu prinsipda ishlashadi. 50 daqiqa o'tirib ishlagan bo'lsangiz, 10 daqiqa albatta yurib birozgina bo'lsa-da jismoniy mashq bilan shug'ullanishga yo'l berishadi aziz do'stlar. Bu yerda aytmoqchimanki, bu juda ham yaxshi bir mana shunday aytaylikki imkoniyatlardan biri. Chunki biz haqiqatan ham ko'pchiligimiz hozirgida 21-asrda bu albatta masalan agar uy bekalariga qaraydigan bo'lsak, aytaylikki avtomat mashinka bor, pilisos bor va hokazo. Hozirgida albatta bu kam harakatlangan, bu uy yordamida. Lekin ko'pchiligimiz masalan savol beradiki, nima uchun avvalgi asrdagi masalan ota-bobolarimiz 90-60 ga kirib ham mana shunday faol deyshadi. Chunki ko'p harakat, chunki ko'p ochiq havoda yurishgan. Yaqinda kino olingan va mana shu kinoning nomida biz uzoq yashovchi insonlar to'g'risida olib borilgan va ularning turmush tarzini qaraganda, umuman olib qaraganda ko'rsangiz, ular harakatchan, tog'li joyda yashashgan. Bizga o'xshab televizor, telefon, internet degan narsalarga qaramligi oz aziz do'stlar. Va mana shu narsa xursand qiladi. Agar biz hozirgida men ko'p payqayman, ayniqsa mana shu maktab o'quvchilarida ortiqcha vazn degan narsa e'tibor berganman. Va men o'ylaymanki, nimaga shunday? Masalan, biz maktabda o'qib yurganimizda bizda jismoniy mashq deganda albatta yugurardik, umuman olib qaraganda jismoniy mashq bilan shug'ullanardik. Hozir esa hozir bilmadim qanday olib boriladi maktab dasturini umuman olib qaraganda. Lekin men maktabda menda shunday trener mavjud edi. Men sport bilan shug'ullanardim, albatta tabiiy hol, lekin eng yaxshi ko'rgan darslarimdan biri men futbol krujog'iga borar edim. Bu narsa yaxshi edi. Lekin mening mana shu ortiqcha vaznimga olib kelgan yana bir sabab bo'lgan bu birinchi o'rinda men gormonalniy dori ichganligim sababli, ikkinchidan bu mening kam harakatchanligim. Ya'ni men oxirgi 5 yil ishlab, ya'ni o'tirib ishlab, ofisda ishlab mana shunday bo'lib qoldi. Hozirgida agar menda yugurasammi yoki mashq qilasammi desa, afsuski sog'lig'im bunga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun ham agar sizda ofisda ishlasangiz, albatta tushlikkacha shunday kirgizishga harakat qilingki, 50 daqiqa o'tirib ishlagan bo'lsangiz, unda 10 daqiqasini siz jismoniy mashqqa yurishga harakat qiling. Birozgina cho'zing va mana shundagina siz o'zingizning sog'lig'ingizni saqlab qolasiz. Va bu yerda aziz do'stlar aytmoqchimizki, bu eng yaxshi sizni ko'p kasalliklardan oldini olishga yordam beradi. Bu eng to'g'ridir. Va umumiy olib qaraganda siz qanday ob-havoga qarashingiz kerak. Toza havo bo'lsa, undan-da yaxshi bo'ladi. Aziz do'stlar, unutmang, toza havo, quyosh nuri, harakat, piyoda yurish sizning sog'lig'ingizga o'ta ko'p foyda keltirib keladi. Biz esa mana shunday asnoda bugungi dasturimizni yakunlab qolamiz.